Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Qadrdonlar omonmisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Ishdagilar, damdagilar, O'zbekistondagilar, Yevropadagilar, butun dunyodagi o'zbek ahli omonmisizlar? Hammalaringga xayrli kun. Manzarani qaranglar, manzarani. O'rmonni chiroyliligini qaranglar, o'rmon. Subhanalloh. Bu Yevropada qaranglar, shopirlar bir-birini hali ahilligini qaranglarda. O'rtani ochib qo'yishyapti, mana probkada ketyapmiz. O'rta bemalol bitta fura sig'adi. Hech kim yurmayapti mana. Hech kim shustr emas, hamma bir xil mana. Arqam Bakovoyda ko'ryapsizlarmi? U oldini qaranglar, ochiqligini. Hech kim yurmayapti. Qoyil qolish kerak, qoyil. Bu yerdan skor, tez yordam yo militsiya yo pasharni birontasi kelib qolsa, o'tib ketadi deb hamma samostoятельный o'rtani ochib ketyapti. Qoyil qolish kerak. Qoyil. Bizda hamma shu ustiriyu ochiq joy bizni solinaveradi. Bu yerda unaqa emas ekan, mana qaranglar. Arqani qaranglar, ochiq. Hech kim yurgani yo'q o'rtadan. Qoyil. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hammalarga omad. Manzarani qaranglar, o'rmonni chiroyliligini. Ko'prikni qaranglar, ko'prikni past balandligini. Bu tarafni qaranglar, bu tarafni. Juda chiroyli, juda go'zal. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hammaga omad, sog' salomat bo'linglar. Issiq. Bu yerda ham mana 25 gradus bo'lyapti, issiq. 25 gradus. Ba'zi joylarda Italiya, Ispaniyalarda 40 ga ham chiqib ketishkili, menimcha borganim yo'q hali. Shuning uchun sochlarni oldirib, yengil bo'lib yuribmiz, salqingina. Sog' bo'linglar. Hammalarga omad, salomat bo'linglar.